demak kimyoviy muvozanat. Kimyoviy muvozanat mavzusini nazariy qismi haqida gaplashib chiqamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, boshladik. Demak, kimyoviy reaksiyalar mahsulotning hosil bo'lishiga ko'ra qaytar va qaytmas reaksiyalarga bo'linadi. Qaytar va qaytmas reaksiyalar. Demak, birinchisi qaytmas reaksiyalar. Qaytmas reaksiyalar bu qanaqa reaksiyalar? Bu reaksiyalar reaksiya to'liq sodir bo'ladi. Bunday reaksiyalarda, ya'ni oxirigacha bo'ladi, faqat bir yo'nalishda bo'ladi. Ya'ni bu degani nima degani desa, bu degani cho'kma tushishi, gaz ajralishi, suv hosili bo'lishi yoki katta energiya ajralishi bilan boradigan reaksiyalar hisoblanadi. Misol uchun oddiy bitta reaksiyalardan bittasini oladigan bo'lsak, bariy gidroksidiga, mana bariy gidroksidiga qo'shishimiz kerak. Misol uchun sulfat kislotani qo'shadigan bo'lsak nima chiqadi? Natijada bariy sulfat hosil bo'ladi, to'g'rimi? Bu bariy sulfat nima bo'ladi? Cho'kma bo'ladi. Cho'kma. Plus natijada suv hosil bo'ladi. Mana demak bu qaytmas reaksiya hisoblanadi. Chunki mana bariy sulfat cho'kmaga tushib qoladi. Mana bu suv esa bu cho'kmani erita olmaydi, ya'ni dastlabki holatga qaytib bo'lmaydi. Demak, bu mana shunaqangi reaksiya nima deyilar ekan desa, bu reaksiyamiz qaytmas reaksiya deyilar ekan. Xo'p, ikkinchisi qaytar reaksiyalar. Bunday reaksiyalar ikki yo'nalishni bir vaqtda o'zida boradi. Ya'ni bu degani nima degani? Bu degani, misol uchun bitta reaksiya olaman. Mana A modda bilan B modda reaksiya kirishdi. Bu reaksiya qaytar. Bundan hosil bo'ldi mana C bilan D. Endi ma'lum vaqtdan keyin C bilan D yana reaksiyaga ta'sirlash natijasida A bilan B ni hosil qilishi mumkin. Mana shunaqa reaksiyalar demak nima deyilar ekan? Qaytar reaksiya deyilar ekan. Bu yerda A va B ni sarflanish reaksiya tezliklari to'g'ri reaksiya deyiladi, bilamiz. C va D ni hosil bo'lishi esa teskari reaksiya deymiz. Masalan, bunga vodorod bilan azot reaksiyasini ko'radigan bo'lsak, ma'lum vaqtdan keyin nima hosil bo'ladi? NH3 hosil bo'ladi. Katalizator ishtirokida yaxshi reaksiyaga kirishadi. Endi NH3 ni ozgina qizdiradigan bo'lsak, yana azot bilan vodorodga parchalanib ketishi mumkin. Mana shu reaksiya ham qaytar reaksiya hisoblanadi. Qaytar reaksiyada mana bu holatdagi mana strelka qo'yiladi. Ya'ni ikki tomonlama strelka qo'yiladi. Buni esda tutishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana shu ikkala reaksiyani yaxshilab tushunishimiz kerak. Demak, kimyoviy muvozanat nima endi? Xo'p, kimyoviy muvozanat to'g'ri va teskari reaksiyalarni tezliklari tenglashgan jarayon kimyoviy muvozanat deyilar ekan. Ya'ni kimyoviy muvozanat nima ekan deyilsa, to'g'ri va teskari reaksiya tezliklari tenglashgan jarayon ekan. Buni qanday tushunsak bo'ladi? Misol uchun, A modda bilan B modda reaksiyaga kirishdi va hosil qildi C va D moddani hosil qildi. Endi shu jarayonda bizda mana A modda bilan B modda reaksiyalari to'g'ri reaksiya hisoblanadi. Ya'ni V teng A ni, bu misol uchun A-inchi darajasi bo'ladigan bo'lsa, mana A ni A-inchi darajasi ko'paygan B ni B-inchi darajasi ko'paygan tezlik konstantasi mana K1. Bu to'g'ri reaksiya tezligi. Endi mana bu teskari reaksiya tezligini ko'radigan bo'lsak, mana V teskari reaksiya tezligi. Demak, bu C ni C-inchi darajasi, mana C ni C-inchi darajasi ko'paygan D ni D-inchi darajasi va K2. Demak, bu teskari reaksiya tezligi. Demak, shu to'g'ri reaksiya bilan teskari reaksiya tezlashgan jarayon kimyoviy muvozanat deyilar ekan. Ya'ni bu degani nima degani? Misol uchun, mana shularni tenglashgan jarayonni ko'radigan bo'lsak, K1 ko'paygan A ning A-inchisi ko'paygan B ning B-inchisi teng bo'ladi K2 teng K2 ko'paygan deylik. K2 ko'paygan mana C ning C-inchi darajasi ko'paygan D ning D-inchi darajasi deyishimiz mumkin. Endi shu jarayonda bilishimiz kerak muhim bir narsa K muvozanat, ya'ni kimyoviy muvozanat konstantasi. Bu nimaga teng? Bu K1 bilan K2 ga teng bo'ladi. K1 bilan K2. Endi shu jarayonda K1 bilan K2 ga e'tibor qaratadigan bo'lsak, K1 nimaga ko'payyapti? Mana K1 nimaga ko'payyapti? Qarang, A va B ko'payyaptimi? Demak, buni maxraj qismida A ni A-inchi darajasi ko'paygan B ning
B'inchi darajasi bo'lishi kerak. K2 nimaga ko'payyapti desak, K2 mana C'ning C'inchi va D'ning D'inchi darajasi ko'payyapti. Demak, C'ni C'inchi darajasiga va ko'paygan D'ni D'inchi darajasiga deyishimiz mumkin. Mana shu holatda K muvozanat topiladi. Ya'ni shu K muvozanatga teng. Endi mana bu K muvozanat nimaga bog'liq desa, bu K muvozanat moddani haroratiga, ya'ni temperaturaga bog'liq va moddani tabiatiga bog'liq. Hech qachon mana bu C molyar, ya'ni konsentratsiyaga bog'liq bo'lmaydi. Bog'liq emas. Bog'liq emas. Ya'ni K muvozanat. Mana bu konsentratsiyani qanchalik kattalashtirsangiz yoki kichiklashtirsangiz, K muvozanat o'zgarib qolmaydi. Xo'p, endi mana shu tezliklarni tenglashgan jarayon K muvozanat dedik. Endi bu degani nima degani esa, mana buni mohiyati nima? Misol uchun, buni mohiyati nima deydigan bo'lsa, buni mohiyati shundaki, bu yerda mana C bilan D moddamiz, hosil bo'lgan modda deb qaraladi. A bilan B modda esa bu ortib qolgan modda deb qaraladi. Ya'ni ortib qolgan. Mana buni bitta amalda ko'radigan bo'lsak, misol uchun bizda A modda bilan B modda reaksiyaga kirishdi. Natijada C bilan D hosil bo'ldi. Keling, koeffitsiyentlardan ham foydalanaylik. Ya'ni soddagina savol bo'lib qolmasin. Misol uchun buni oldiga 2, buni oldiga 3 koeffitsiyent qo'ydik. Demak, A ni dastlabki konsentratsiyasini 4 molyar, B nikini esa 6 molyar deb oldik. Endi shu yerda savol bo'yicha A dan 2 molyar sarflandi deb savol berdi. B dan qancha sarflanadi? 4 molyar. Bundan qancha sarflanadi? 6 molyar. Bundan esa qancha sarflanadi? 2 molyar, to'g'rimi? Endi doim eslab qolishimiz kerak bo'ladi. Mana shunday savollarda mana bu dastlabki holat, bu esa sarflangan holat. Dastlabki holatda mana bu C va D holat bilan bo'lmaydi C'lar. Nima uchun bo'lmaydi deyilsa, bular A va B ni sarflanishidan hosil bo'lyapti-da. Mana muvozanat holat bor. Muvozanat holat 2 ga bo'linadi. Ya'ni 4 dan 2 ni ayiradigan bo'lsak, bu necha? 4 dan 2 ni ayiradigan bo'lsak, 2 molyar. 6 dan 4 ayiradigan bo'lsak, bu ham 2. Demak, bu 6 hosil bo'lyapti, bu 2 hosil bo'lyapti. Muvozanat holat shundoqki, A va B moddalarni bu ortib qolgani hisoblanadi. C va D moddalarini esa hosil bo'lgani hisoblanadi. Shu yerda mana K muvozanat topmoqchiman, nima qilaman? K muvozanat teng deyman. Mana 6 ni 3-darajasi bo'ladi, C ni ko'paygan 2. Xo'p, bu esa 2 ni birinchi darajasi, mana A yozish shart emas. Endi B uchun 2 ni nechinchi darajasi bo'ladi? 2-darajasi bo'ladi. To'g'rimi? Teng deymiz. Shunda mana bu 2 ga qisqarib ketadigan bo'lsa, 6 ni 3-darajasi, ikkinchisi 36, 36 ni endi 3 ga ko'paytirishimiz kerak bo'ladimi? Uzr, 3 ga o'tman, 6 ga 216. Ya'ni 216 taqsim 2 ni ikkinchisi 4 ga to'g'ri kelyapti. Ya'ni 216 ni 4 ga bo'lib oladigan bo'lsak, misol uchun 54 chiqib qolyapti mana. Demak, mana shunday holatda K muvozanat topiladi. Doim A modda va B moddadan sarflanganini ayirib tashab, ortib qolganini muvozanatga olib boramiz. C va D moddalarini esa hosil bo'lganini, ya'ni keyingi moddalarni hosil bo'lganini deb qaraladi. Yoki mana kimyoviy muvozanatni yanada to'liqroq tushunadigan bo'lsak, mana bu grafikka e'tibor qaratamiz. Ushbu grafik bo'yicha bizda mana A va B modda bor, to'g'rimi? Mana A va B modda. Bu A va B modda mana dastlab 4 edi, keyin 6 edi. Bu asta-sekin mana shu A va B moddamiz sekin astaligi bilan mana shu nuqtadan mana kamayib keldi. Ya'ni mana kamayib keldi. Ma'lum bir nuqtaga kelganda to'xtadi mana. A va B 2 dan bo'lganda to'xtadi mana. Mana shu joyga kelib to'xtadi, to'g'rimi? Endi xuddi shu jarayonda mana bu nimadan, grafikning pastki qismidan C va D moddalar nima bo'lyapti? Hosil bo'lyapti. Bu ham kelib mana shu joyga to'xtadi. Mana shu joy kimyoviy muvozanat deyiladi. Kimyoviy muvozanat. Endi buni ma'nosi nima deydigan bo'lsa, buni ma'nosi shuki, buni ma'nosi bunday bo'ladi. Ya'ni K1, ya'ni to'g'ri reaksiya tezlik konstantasi ko'paygan A ni A-inchi darajasi ko'paygan B ni B-inchi darajasi, ya'ni bu to'g'ri reaksiya. To'g'ri reaksiya. Mana bu yerda esa bizda grafik bo'yicha hosil bo'lib kelyapti bu C va D. Mana joyga yozib qo'yaman, mana C va D. K2 teng C ko'paygan, C ni C-inchi ko'paygan, D ni D-inchisi ko'paygan K2. Mana shu joyda K muvozanat beryapti. K muvozanat K1 taqsim K2 ga teng bo'lyapti. K1 va K2, demak mana bu qiymatlarga egaligini
bilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda mana shu jarayonda kimyoviy muvozanat yuzaga keladi deyishimiz mumkin. Davom etamiz. Demak, kimyoviy muvozanatga doir milliy sertifikat va davlat imtihonlarida tushgan savollardan mana shu mavzu uchun tahlil qilib ketsak bo'ladi. Demak, birinchi reaksiya savolimiz, demak bizda SO2 bor ekan hamda kislorod qo'shilibdi bunga. Demak, bu qaytar jarayon. Natijada mana SO3 hosil bo'libdi. Buni oldiga 2 aksent qo'yamiz. Buni oldiga 2 aksent qo'yamiz. Xo'p, endi boshlang'ich moddalar miqdorlari bor ekan. 8 molga 4 mol. Demak, boshlang'ich moddalarning miqdorlari bor. Demak, SO2 niki 8 mol, buniki esa 4 mol. Buniki bo'ladimi? Yo'q. Demak, dastlabki konsentratsiya bor. Endi bizga nima kerak? Sarflangani kerak va muvozanat holatda qolib ketgani kerak. Dastlabki moddalar qolib ketgani va mana bu moddadan sarflangan. Demak, savol ishlaymiz. Savol aytyapti, reaksiyadan keyin sulfit kislotani, sulfit angidridni 20% sarflanmay qoldi deyapti. Demak, bizda sulfit angidrid SO2, demak SO2 ning miqdori 8 mol, to'g'rimi? Shu 8 molimiz 100%. 100%. Buni 20% qismi sarflanmay qolgan, qancha bo'ladi deymiz. Demak, 8 20% qismi bu 1,6. Demak, 1,6 bo'lsa, buni demak 6,4 moli, 4 moli. Nima bo'lgan? Sarf bo'lgan. Demak, mana bu joyda buni 2 mol sarflansa, bundan 1 mol sarflanadi, bundan 2 mol hosil bo'ladi. Lekin bizda SO2 qancha sarf bo'lgan? 6,4. Mana bu joyga 6,4 qo'yamiz. Endi kislorod qancha sarf bo'lgan desak, 3,2 bo'ladi. Bu qancha sarf bo'lgan deydigan bo'lsak, bu ham 6,4 bo'ladi. Endi muvozanatga qancha tushadi? 8 molida SO2 6,4 sarflanib ketdi. Demak, 1,6 qolib ketdi. Yoki mana bu joyda hisobladik. Endi bucha desak, bu 0,8. Buni sucha deydigan bo'lsak, bu 6,4. Endi mana shu yerda yanada yaxshi tushunishimiz uchun e'tibor berib olamiz. Demak, reaksiya tugadi. Reaksiya sodir bo'ldi. Sodir bo'lgandan keyin nima bo'ldi? Mana sodir bo'lgandan keyin nima bo'ldi? E'tibor beramiz. Mana. Ya'ni bizda SO3 hosil bo'ldi. SO3 hosil bo'ldi qancha? 6,4 molyar. Endi nimaga molyar deyapman? Chunki bular molda ekan va hajm 1 litr ekan. Molyarga o'tkazib olishimiz kerak. Demak, mana bu mol, demak litrga bo'lsam, yana shuni o'zi chiqadi. Endi bizda SO2 qolib ketdimi? Kislorod ham qolib ketdimi? Qancha? SO2 qolib ketdi. Demak, 1,6 molyar. Kislorod qolib ketdi esa 0,8 molyar mana. Mana shu jarayonni biz endi nima qilishimiz kerak? Muvozanatga keltirishimiz kerak. Mana muvozanatga kelgan holat shu. Ya'ni K muvozanat topib olishimiz kerak shu jarayon uchun. K muvozanat topishni o'rgandik. K muvozanat teng. Demak, SO2 niki 6,4 ni kvadrati, 6,4 kvadrati. Mana bu SO3 niki. SO2 niki qolib ketgan 1,6 ni kvadrati ko'paygan 0,8. Demak, buni ishlash uchun oson yo'li 6,4 kvadrat degani 6,4 dan 2 tani yozib olishimiz kerak. 1,6 dan 2 tani yozamiz. Bunda ham mana 1,6 ko'paygan 1,6 ko'paygan 0,8. Nimaga? Chunki oson hisob kitob bo'lar ekan mana. 6,4 1,6 ga qisqartirsam, demak bu yerda 4 chiqadi. Bu 6,4 1,6 ga qisqartirsam, bu ham 4 chiqadi. Demak 4 kara 4 16. Demak 16 ni 0,8 ga bo'lishim kerak. Demak, mana bu 0 ni o'chiraman, mana bunga 0 ni qo'yaman. 168 ga bo'lsak, natijada ne chiqadi? 20. Demak, kimyoviy muvozanat konstantasi Km nechaga to'g'ri kelar ekan? 20 ga to'g'ri kelar ekan deyishimiz mumkin. Masalani yechimi chiqdi. D javob to'g'ri bo'lar ekan. Xo'p, davom etamiz. 16-savol. Bu savol ham yangi savol va e'tibor beramiz. Oddiygina savol, lekin ko'pchilik xato qilib qo'yadi. Oson yo'lni o'rgataman. Demak, bizda reaksiya bor ekan. Mana shu reaksiya mana yozib olamiz. A ni ikkinchisi plus B ni ikkinchisi gaz modda. Mana shu jarayonda A va B, A, B 5 ekan. Reaksiyani tenglaymizda bizga muvozanat konstantasi Km ni doimiyligi. Ya'ni Km doim mol taqsim litr bo'lishi mumkin degani emas. Bu litr taqsim mol bo'lishi mumkin yoki buni kvadratlari bo'lishi mumkin. Buni bilmaymiz, buni reaksiyaga qarab bilamiz. Reaksiyani tenglaymiz. Buni oldiga 2 qo'yamiz. Xo'p. Shunda 2 qo'ysak, bizda buni oldiga necha qo'yish kerak degan 5. Bilamizki, bularning konsentratsiyalari nimada bo'ladi? Mol taqsim litrda bo'ladi. Doim konsentratsiya qo'yamiz-da Kmda. Bu ham mol taqsim litr bo'ladi. Bu ham mol taqsim
litr bo'ladi. Mana qo'yib oldim. Endi buni e'tibor beramiz. K muvozanat teng. Mana K muvozanat teng. Xohlagan malyarga olsam bo'ladi, lekin shuni o'zini olsam ham bo'laveradi. Misol uchun K muvozanat nimani beradi? A bilan B ni, AB dan 5 tani kvadratini beradi. To'g'rimi? A ning ortib qolganini birinchi darajasini beradi. Ko'paygan B ning 5-chi darajasini beradi. Teng. Demak, mana shuni konsentratsiyalarini qo'yib olamiz. AB 5 dan kvadrat debdi. Ya'ni AB 5 dan kvadrat bo'ladigan bo'lsa, bizda mana AB 5 ni mol litr ekanda, mana. Mol litr. Shuni nechinchi darajasi? 5-chi darajasi. Xo'p. Endi A ni birinchi darajasimi? Demak, bu mol litri o'zi mana. Mol taqsim litr ko'paygan. Mol litrni 5-chisi bo'ladi. Mana bu B uchun. Mol litrni nechinchisi bo'lar ekan? 5-chisi bo'lar ekan. Uzr, mana bu joyga 5 yozib ketdim hozir. Demak, mana bu joyga 5 o'chiraman. Xo'p. Demak, 5 bo'ladigan bo'lsa, shuni mana 5-chi darajasida yozib olaman. Endi buni mohiyatini tushuntirib bermoqchiman. Kimdir osonroq yechimini biladi, menimcha. Mana shu joyda qisqartirib ketishi. Demak, buni tub mohiyatini o'lchamiz. Molni 5-chisimi? Demak, bu molning 5-chisi va litrni 5-chisi bo'ladi. Agar buni 5-chi darajaga ko'taradigan bo'lsam, 5-chisi mana. Xo'p, endi pastda. Demak, molni taqsim litr ko'paygan molni 5-chisi bilan litrni 5-chisi bo'ladi. To'g'rimi? Xo'p, demak, buni endi yanada ixchamlab oladigan bo'lsak, teppa. Keling, mana shu joyda bu tarafdan yozaman. Demak, molni 5-chisi, mana mol 5-chisi taqsim litrni 5-chisi, to'g'rimi? Taqsim, mana bu mol, mana bunga ko'payadi. Molni 5-chisi bo'lyapti, molni 6-chisi bo'ladi endi mana. Molni 6-chi darajasi bilan litrni 6-chi darajasi bo'ladi. To'g'rimi? Molni 6-chi darajasi bilan litrni 6-chi darajasi. Xo'p. Mana bu joyda uzr. Mana bu joyda 2 kvadratda 2-chi daraja bo'lib ketdi. 2-chi daraja. Nima uchun? Chunki mana bu joyda yozganimizda mana 2-chi daraja turibdi. Mana bunga 5 qo'yib ketamiz. 5. Shuning uchun mana bu 5 larni 2 ga o'zgartirib qo'yamiz. Xo'p, mana 2-chi daraja, bu ham 2-chi daraja. Kvadratlar. Bu ham mana kvadratlar. Endi asosiy joy mana shu joyda. Demak, qaranglar mana molni kvadrati taqsim litr kvadrati. To'g'rimi? Bu mana taqsimni mana bunday holatda yozaman. Endi kasr chizig'i nima degani? Bo'lish deganim. Bo'lish. Molni 6-chi darajasi bilan nima turibdi? Litrni 6-chi darajasi turibdi. Mana bu ham mana bunday holatda bu yozib oldik. Ya'ni kasr chizig'ini. Teng deymiz. Demak, mana molni kvadrati taqsim litrni kvadrati. To'g'rimi? Endi kasrlarni ko'paytirishda mana bu bo'lish nima bo'ladi? Ko'paytirishga o'tadi va mana buni teskari holatga aylantiramiz. Ya'ni L ni, ya'ni litrni 6-chi darajasi bilan molni 6-chi darajasiga aylantiramiz. Endi shunda nima bo'ladi? Mana bu molni 2-chisi, molni 6-chisi qisqaradi. Demak, mana bunda nechinchisi qoladi? 4-chisi. Bunda litr 6-chisi bilan litr 2-chisi qisqaradi, buni litr 4-chisi qoladi. To'g'rimi? Nima qoldi endi? Mol litrni 4-chisi tepada, ya'ni suratda, molni 4-chisi esa mahrajda. Demak, mana bu chiziqni endi bunaqasiga o'girib qo'yamiz. Litrni 4-chisi taqsim molni 4-chisi deyishimiz mumkin. Mana shunday holatda olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni litr taqsim 4, ya'ni mol taqsim 4 ga o'girishimiz mumkin. Ya'ni mana shu birlikning tub mohiyati. Agar matematiklar bo'lgan bo'lsa, mana bu joyni o'zida nima qiladi? Qisqartirib turib ishlab ketaveradi buni. Shunda mana litr 4-chisi bilan mol 4-chisi deyishimiz mumkin. A javob to'g'ri. Ya'ni buni tub holati kelib chiqishi. Xo'p, davom etamiz. Navbatdagi savol, 15-savol. Demak, bu yerda is gaziga plus suv qo'shilganda karbon tangitdan vodorod reaksiya bo'yicha muvozanat konsentratsiyalari mos ravishda 16, 15, 18 ekan. Bunga 0,4 mol qo'shilibdi. Demak, qaranglar, konsentratsiya mol litr ekan. Mol qo'shilyapti-da. Tushundinglar? Mol qo'shilyapti. Xo'p, endi yangi muvozanatdagi moddalarning konsentratsiyalari to'g'ri berilgan qatori toping. Birinchi o'rinda qo'shilgan suvni
moli bor ekan bizda mana. 0,4. Buni nima qilamiz? Bo'lib yuboramiz hajmga. Ya'ni 0,4 litrga bo'lib yuborsak, necha molyar qo'shilgan deb chiqadi? 1 molyar qo'shilgan. Xo'p, endi mana yozib olamiz reaksiyani. Is gazi plus vodorod, uzr, suv hosil bo'ladi karbonat angidrid bilan vodorod. Reaksiya teng mana shu holatda. Bizda muvozanatda turuvdi mana 16 edi bu. Bu 5 edi. Bu 10 edi. Bu 8 edi. Shu joyda mana shu bo'yicha, ya'ni muvozanat holati Km topib olamiz. Xo'p, Km nechaga teng? Km teng 10 ni, ya'ni karbonat angidridni 10 ni ko'paytiramiz 8 vodorodga. 16 ni ko'paytiramiz 5 ga. 80. Demak, Km 1 chiqar ekan. Xo'p, endi bizga 1 molyar suv nima qilgan? Mana 1 molyar suv qo'shilgan. Demak, mana bu suvga 1 molyar qo'shamiz. Demak, bu 6 molyar bo'ladi. Bucha desak, bu 16 molyar. Bular o'zgargani yo'q. 10 ga bu necha turibdi? 8 turibdi. Endi suv qo'shilgandan keyin reaksiyaga kirishib ketadimi? Ya'ni is gazi bilan reaksiyaga kirish ko'payadi-da. Bu degani bulardan mana x moldan reaksiyaga kirishsa, bularning koeffitsiyenti hammasi bir xil bo'lgani uchun bundan ham x mol hosil bo'ladi bulardan ham. E plus x. Shunda K muvozanat o'zgaradimi degan savol keladi. Yo'q, K muvozanat o'zgarmaydi. Nima uchun? K muvozanat bu konsentratsiyaga bog'liq emas deb gaplashib o'tib ketdik. Demak, buni K muvozanatga qo'yamiz. Ya'ni 10 plus x ko'paygan 8 plus x. Xo'p, 16 minus x ko'paygan 6 minus x. K muvozanat nechaga teng? 1 ga teng. Demak, buni o'tib chiqamiz qavsi. 10 ni ko'paytiramiz 8 ga. 8 80 plus, hammasi plus ekan tepa. 10 ni ko'paytiramiz x ga. Plus 10x. Xo'p, x ni ko'paytiramiz 8 ga. Plus 8x. X ni ko'paytiramiz plus x ga. Plus x kvadrat. Mahraj qismi 16 ni ko'paytiramiz 6 ga. Demak, mana 96. 16 ni ko'paytiramiz minus x ga. Minus 16x. Xo'p, endi minus x ni ko'paytiramiz 6 ga. Minus 6x. Xo'p, minus x ni ko'paytiramiz minus x ga. Plus x kvadrat. Teng bo'lsa nechaga? 1 ga. Endi shuni mana bu endi 1 ga, har qanday sonning mahrajda 1 bor-ku, mana buni bunga ko'paysa, yana shu sonlarning o'zi bo'ladi-da. Buni ixchamlab yozsak bo'ladi. Mana 80 plus mana 10 ga 8 ni qo'shamiz. 18x plus x kvadrat teng 96 minus 16 minus 16 minus 16 minus 22 x plus x kvadrat. Mana bu x kvadratlar ayrilib ketadi bir tomonga o'tsa. Chunki ikkalasi ham oldida ishorasi plus, bir tomonga o'tsa minus bo'lib ketadi. Xo'p, 80 ni bu tarafga olib o'tamiz. Demak, 96 dan 80 ayriladi, natijada 16 bo'ladi. Minus 22 ni bu tarafga olib o'tamiz. Olib tursak plus 22 bo'ladi, mana unga qo'shilib ketadi 22x. Natijada 40x bo'ladi, to'g'rimi? Demak, x qiymati 16 ni 40 ga bo'ladigan bo'lsak 0,4 chiqar ekan. Demak, bizga mana shu sistemaga suv qo'shilgandan keyin 0,4 moldan molyardan sarflanib ketgan ekan. Endi bu sarflanish bo'yicha is gazining konsentratsiyasi qancha bo'ladi? Is gazi o'zi 16 edi, bundan 0,4 sarflanib ketdi. Natijada 15,6 molyar bo'lib qoldi, to'g'rimi? Is gazi. Endi molyar bo'lib qoldi, ya'ni mol taqsim litr, mol emas. Endi suvchi desak, suv bizda o'zi 6 molyar edi, bundan 0,4 molyari sarflanib ketdi. Natijada 5,6 molyar bo'lib qoldi, ya'ni mol taqsim litr. Endi nimachi? Ya'ni bizdagi vodorod yoki karbonat angidrid mana 10 molyar edi, bunga 0,4 qo'shildi. Natijada bu 10,4 bo'lib qoldi. Vodorodga keladigan bo'lsak, vodorodimiz 8 edi, 8 ga 0,4 qo'shib 8,4 bo'lib qoldi. Mana endi javoblardan shuni qidiramiz. Mana bu yerda A javobda mana is gazi 15,6 deb qo'yibdi. Bu to'g'ri fikrmi? Yo'q, xato. Nimaga? Bizda mana 15,6 nimada? Mol taqsim litr. Bu yerda faqat mol deb qo'yibdi. Shuning uchun A javob xato. B esa suv 5,6 mol litr debdi. Suv qancha chiqdi? Mana 5,6 mol litr. Vodorod 8,4 mol litr. Demak, vodoroddan mana 8,4 mol litr. Demak, to'g'ri javob B javob deyishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, demak bu kimyoviy muvozanat topishga doir nimalar? Ya'ni masalalar edi. Mana shu kimyoviy muvozanatga
ta'sir etuvchi omillarni gaplashib chiqamiz. Ya'ni bu Le Chatelier prinsipi asosida boradi. Bu nima degani? Le Chatelier prinsipi degani muvozanatda turgan sistemaga tashqi ta'sir ko'rsatilsa, muvozanat shu ta'sirni kamaytiradigan tomonga siljiydi. Buni ma'nosi nima? Xo'p, mana e'tibor beramiz. Mana bizda mana bu sistema. Mana shu sistema turibdi. Shu sistema muvozanat holatda turibdi. Ya'ni to'g'ri reaksiya bilan teskari reaksiya tezliklari tenglashgan jarayon. Xo'p, endi bunga biz tashqi ta'sirdan 3 xil kuch berishimiz mumkin. 3 xil kuch. Ya'ni birinchisi bosim. Mana bosim. Bosimni biz agar bosim beradigan bo'lsak, mana shu bosimni oshiradigan bo'lsak, muvozanat shu bosimni kamaytiradigan tomonga qarab siljib boradi. Kamaytiradigan tomonga. Tushunarlimi? Yoki bosimni kamaytiradigan bo'lsak, ko'p tomonga siljib boradi. Ikkinchisi bu konsentratsiya. Biz mana shu muvozanatga konsentratsiyani, ya'ni C molyar, ya'ni umumiy holatda C deyishimiz mumkin. Konsentratsiyani oshiradigan bo'lsak, muvozanat shu konsentratsiyani kamaytiradigan tomonga siljib boradi, ya'ni kamaytiradigan tomonga siljiydi. Uchinchisi esa harorat. Mana bunga temperatura beradigan bo'lsak, harorat, shu haroratni oshiradigan bo'lsak, bu haroratni kamaytiradigan tomonga siljiydi mana. Yoki aksincha. Oshirsangiz kam tomonga, kamaytirsangiz ko'p tomonga qarab siljaveradi. Mana shu Le Chatelier prinsipi hisoblanadi. Ya'ni muvozanat turgan sistemaga tashqi ta'sir. Endi bu joyda hajmchi deyiladi. Xo'p, bunda bilishimiz kerak mana. Bosim hajmga teskari proporsional bo'ladi-da. Ya'ni bu bosim hajmga teskari proporsional bo'ladi. Ya'ni bosimni oshirsangiz hajmni kamaytirish kerak yoki bosimni kamaytiradigan bo'lsangiz hajmni oshirish kerak bo'ladi. Shuning uchun bu teskari proporsional bo'ladi bir-biriga. Teskari bo'lgandan keyin siz nima qilasiz? Faqatgina bitta bosimni yoki hajmni yodlab olsangiz, bittasini yodlash shart bo'lmaydi. Misol uchun bosimni yaxshilab tushunib olsanglar, shuni xuddi teskarisi hajm bo'ladi deyishimiz mumkin. Bu Le Chatelier prinsipi deyiladi. Xo'p, endi kimyoviy muvozanatda biz konsentratsiya ta'sirini ko'rib chiqamiz. Mana misol uchun mohiyatga yetadigan bo'lsak, muvozanat holati turibdi mana shu sistema. Muvozanat holatiga qaraydigan bo'lsak, mana bu sharchalarga qaraydigan bo'lsak, bu tarafda mana 3 ta sharcha bor. Bu tarafda ham 3 ta sharcha bor. Bu degani K1 bilan K2 tenglashgan jarayon, ya'ni muvozanat Km. Mana muvozanat holati. Shu muvozanat holati turadigan bo'lsa, biz mana bu yashil sharchalarni ko'paytirib tashlaydigan bo'lsak, ya'ni konsentratsiyani oshiradigan bo'lsak, sistema qaysi tomonga siljiydi? Demak, mana bu tomon chap tomon, bu tomon esa mana o'ng tomon, to'g'rimi? O'ng tomon. Biz bunga, ya'ni mana sharchalarni ko'paytiradigan bo'lsak, bizda sharchalar chap tomonda ko'p, mana bu o'ng tomonda nima bo'ldi? Mana o'ng tomonda kam bo'ldi. O'ng tomonda kam. Biz buni kam uchun muvozanat keltirishimiz uchun nima qilamiz? Biz mana bu tomonga, ya'ni o'ng tomonga sistemaga yana qo'shishimiz kerak bo'ladimi? Bu degani mana shu o'ng tomonga kimyoviy muvozanat o'ng tomonga siljiydi degani. Ya'ni konsentratsiya oshdi, demak sistema o'ngga siljishi kerak degan. Biz o'ng tomonga qo'shsak, yana misol uchun sharchalardan qo'shadigan bo'lsak, qachonlardir o'sha tenglashgani kimyoviy muvozanat yuzaga keladi. Demak, kimyoviy muvozanat o'ng tomonga siljigan bo'ladi. Yoki aksincha mana o'ng tomonni konsentratsiyasini oshirib yubordik. Mana 3 ta sharcha e'tibor qaratamiz. Chap tomonga keladigan bo'lsak, chap tomonda esa bitta sharcha. Demak, tenglashtirishimiz uchun biz chap tomonga qo'shishimiz kerak. Shunda konsentratsiyaning kamayishi sistemani chapga siljitib qo'yapti. Ya'ni muvozanat bu tomonga siljiyapti deyishimiz mumkin. Xo'p, endi konsentratsiya ta'siriga doir misol uchun birorta savol ko'radigan bo'lsak. Xo'p, mana misol uchun azotga qo'shamiz vodorodni. Bunda mana sistema qaytar jarayon 2 mol NH3 hosili bo'ladi. 3 mol nima qo'shilishi kerak? Vodorod. Biz azotni konsentratsiyasini oshirdik deylik. Vodorodning konsentratsiyasini oshirdik. Mana vodorodnikini. Va ammiakning konsentratsiyasini oshirdik. NH3 oshirdik. Yoki xuddi shu holatda azotnikini kamaytirdik, vodorodnikini kamaytirdik va ammiakning konsentratsiyasini ham kamaytirib yubordik. Demak, bizda reaksiyada idishga mana azot bilan vodorod solib qo'ydik, mana vodorod solib qo'ydik va reaksiyadan keyin nima hosil bo'ldi? Reaksiyadan keyin ammiak hosil bo'ldi. Mana shu jarayon. Endi shu jarayonda biz azot
konsentratsiyasini ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, mana azot qo'shib yuboradigan bo'lsak sistemaga. Bu degani muvozanat o'ngga siljiydimi, chapga siljiydimi? Azot o'zi nima? O'ng tomonda, mana bu tomon chap tomon, bu tomon o'ng tomon. Mana azot o'zi o'ng tomonda mavjud, ya'ni ko'p. Reaksiya kirishyapti. Yana bizga azot qo'shadigan bo'lsak, muvozanat bu tomoni og'irlashib ketadi. Oddiy qilib misol uchun tarozida bo'ylagan taqdirda ham og'irlashib ketadi. Muvozanat qaysi tomonga siljib qoladi? O'ngga siljib qoladi. Demak, azotnikini oshirsam ham, vodorodnikini oshirsam ham nima bo'lar ekan? Muvozanat o'ngga siljib ketar ekan. Sababi nima desa, yuqorida ham gaplashdik. Ya'ni o'zi chap tomonda azot bilan vodorod ko'p. Yana buni qo'shadigan bo'lsak, muvozanat yuzaga kelmaydi-da. Muvozanat qaysi tomonga siljiydi? Ya'ni o'ng tomonga qarab mana siljib qoladi. Endi ammiakni konsentratsiyasini ko'paytiradigan bo'lsak, mana mashq holatda muvozanatda turibdi. Biz bunga ammiak qo'shadigan bo'lsak, o'zi o'ng tomonda ammiak ko'p. Yana o'ng tomonga qo'shadigan bo'lsak, muvozanat endi chapga siljiydi. Sababi o'zi o'ng tomonda ko'p, biz muvozanatni buzib qo'yamiz-da, yana ammiak qo'shadigan bo'lsak, muvozanat keltirish uchun biz chap tomonga qarab siljishimiz kerak bo'ladi, chapga siljiydi. Endi azotnikini kamaytirsak-chi, o'zi azot mana chap tomonda mavjud ko'proq, o'ng tomonda deyarli kamroq. Biz buni yana kamaytiradigan bo'lsak, ko'p tomonga siljiydi muvozanat. Ya'ni muvozanat qaysi tomonga siljiydi? Chap tomonga qarab siljiydi. Yoki vodorodnikini kamaytiradigan bo'lsak ham qaysi tomonga qarab siljiydi? Chap tomonga qarab siljiydi, ko'p tomonga. Endi ammiakni kamaytiradigan bo'lsak, endi bunda o'ng tomonga siljiydi. Chunki mana hozir yuqorida gaplashganlarimizning aksi bo'ladi. Demak, bu kimyoviy muvozanatga konsentratsiya ta'siri deyishimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi ta'sir bu bosim va hajm. Men hozir aytdim, demak, bosim oshsa, hajm nima qiladi? Kamayadi. Yoki mana bu birinchi qoidasi, yoki bosimni kamaytiradigan bo'lsak, hajm nima qiladi? Shu vaqt o'zida oshadi. Shuning uchun faqatgina bitta bosimni ko'radigan bo'lsak, hajm unga teskari yuraveradi. Xo'p, endi mana qaranglar. Bosim ta'sirini misol uchun hayotiy tarzda tushuntiraman. Muvozanat holatda mana bu xonada 3 kishi turibdi. Mana xonada 3 kishi turibdi. Bu xonada 2 kishi turibdi. Bularning hajmlari teng. Hajmlari ham, bosimlari ham teng. Demak, mana bosimi bor, buni ham bosimi mavjud. Bu o'zaro teng. Hajmlari ham teng bo'lib turibdi hozir shu joyda mana. Hajmlari ham teng. Endi biz buni mana xonani hajmini kichraytiradigan bo'lsak, ya'ni xonani hajmi, qarang, xonani hajmi kichraysa, bosimi nima bo'lgan bo'ladi? Bosimi oshgan bo'ladimi? Bosim oshdi mana. Mana bu 3 kishi mana bu tarafda bemalol turadi. Endi bunda nima qoldi? Siqilib qoldi. Demak, bosim oshishini hisobiga bosim oshsa hajm kamayardi-ku, to'g'rimi? Endi nima bo'ladi? Bu tarafda mana siqilib turibdi. Bu tarafda mana ikkitasi bemalol turibdi. Mana idish yuzi birligiga kuch ta'sir etmasdan mana bemalol turibdi. E'tibor beradigan bo'lsak, demak, bu yerda muvozanatga keltirish uchun nima bo'lish kerak? Ya'ni mana bu kami tomonga, miqdor mol kami tomonga qarab siljiydi. Demak, mana bosimni biz nima qildik? Bosimni oshirdik. Mana bu hajm kichraydi. Mana bular mana qisilib qoldi. Ha, mana. Ya'ni muvozanat qaysi tomonga siljidi? O'ngga siljidi. Ya'ni bular bu tarafga o'tish kerak-da, ya'ni bu tarafga o'tib ketadi. Bu tarafga o'tib ketadi. Ya'ni hajm kichrayganning hisobiga. Hajm kichragan paytda bosim oshgan bo'ladi. Ya'ni bosim oshirsak, kam odam tomonga siljiydi deyilyapti. Bu degani, endi buni kimyo tiliga ham o'girishimiz mumkin. Endi bosimni kamaytiradigan bo'lsak-chi desak, buni teskarisi. Ko'p tomonga qarab siljib ketadi. Tushunarlimi? Ya'ni bosimni kamaytirib qo'yadigan bo'lsak, hajm kichraydimi? Ko'p tomonga qarab siljiydi deyishimiz mumkin. Xo'p, endi bunga mana misol uchun misol tariqasida ko'ramiz. Xo'p, demak, SO2 ga qo'shdik mana kislorodni. Katalizator ishtirokida ketdi reaksiya, demak SO3 hosil bo'ladi. Demak, buni oldiga 2 koeffitsient qo'ysak, buni oldiga nechta qo'yamiz? 2 koeffitsient qo'yamiz. Endi shu jarayonda bilishimiz kerak. Mana bu tarafdagi gaz molekulallar soni nechta? 3 mol, to'g'rimi? 3 mol. Mana bu tarafdagi gaz molekulallar soni esa 2 mol. 2 mol. Xo'p, endi gaz molekullari qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik nima bo'ladi? Bosim yuqori bo'ladi. Bunga sabab nima? Sabab shuki, bizda mana bu tomonda 3 ta gaz molekulasi bor. Bu tarafda esa gaz molekullari soni nechta? Atiga 2 ta. Mana 2 ta. Xo'p, endi bosim degani o'zi nima degani? Bosim degani yuza birligiga ta'sir etuvchi kuch. Mana bu 3 ta gaz
mana bu idishni yuzasiga ko'p kuch beradimi? Mana bu ikkitasi ko'p kuch beradimi deyilsa, albatta mana bu uchtasi ko'p kuch beradi. Ya'ni buni bosimi yuqori. Demak, biz bunga yana bosim oshiradigan bo'lsak, mana buni hajmini kichraytiradigan bo'lsak, bular yuza birligiga ta'sir etuvchi kuch ko'payib ketadi. To'g'rimi? Ko'payib ketgandan keyin muvozanatga holati kelmaydi-da. Ya'ni bu yuzaga birligiga kuch ko'p beryapti. Bu esa unchalik emas. Ya'ni mana shu jarayonda biz bosimni oshiradigan bo'lsak, doim bosimni oshiradigan bo'lsak, e'tibor beramiz. Bosim oshsa, qavsga o'zi qo'ydim, hajmi nima bo'ladi? Kichrayadi. Demak, mo'li ko'p tomonga siljiydi. Mo'li ko'p tomonga siljiydi. Mo'li ko'p tomon. Uzr, mo'li kam tomonga deylik. Ya'ni bosim oshiradigan bo'lsak, qaysi tomonga siljar ekan? Mo'li kam tomonga siljar ekan. Chunki bosim oshsa, bu tarafdagi unga ta'sir etuvchi kuchlar ham oshib ketar ekan. Mo'li kam tomonga siljiydi. Misol uchun, mana shu reaksiyani mana bu taraf mana chap tomon, bu tomon esa mana o'ng tomon desak, buni biz bosimini oshiradigan bo'lsak, qaysi tomonga siljiydi desak, muvozanat bu tomonga qarab siljiydi. Ya'ni o'ng tomonga qarab siljiydi. O'ng tomonga qarab siljiydi. Tushunarlimi? Endi xuddi shu holatda bosimni kamaytiradigan bo'lsak-chi desak, bosimni kamaytiradigan bo'lsak, endi bu tomonga qarab, ya'ni chap tomonga qarab siljiydi. Bosim kamaydi degani hajm oshib ketdi. Ya'ni mana hajm oshib ketgandan keyin mana bu zarrachalarimiz endi bunda yanada bemalol yuribdi. Ya'ni oradagi masofa nima? Juda uzoq deyishimiz mumkin. Demak, mana bunday holatda mana oradagi masofa uzoqlashib ketyapti. Bunga nisbatan bu nima? Bosim oshgan hisobiga buni hajmi deyarli mana bundayroq holat. Endi bu naborot nima kuch beradi? Ya'ni ko'proq kuch beradi. Demak, bizda muvozanat bu tomonga qarab siljib qoladi bunda. Tushunarlimi? Demak, bosim va hajm bir-biriga bog'liq bo'lgani uchun, biz bosimni oshishi mo'li kami tomonga, bosimni kamayishi esa hajmni ko'paytiraveradi. Mana hajmni ko'paytiraveradi. Shunda mo'li ko'p tomonga qarab siljiydi deyishimiz mumkin. Mo'li ko'p tomonga. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Xo'p, davom etamiz. Demak, bu muvozanatga bosim ta'siri edi. Endi asosiylardan biri temperatura ta'siri. Xo'p, mana hammaga ma'lum va mashhur bo'lgan jarayonlardan bittasi. Ya'ni bu jarayon qanaqa jarayon? Mana misol uchun, mana bu joyda masalliqlar bor. Xom. Buni endi biz mana bu joydan temperatura beryapmiz. Mana temperaturani oshirib yuryapmiz. Temperaturani oshiradigan bo'lsak, ya'ni mana masalliqlardan keyin mana osh pishirish holati desak ham bo'ladi. Ya'ni issiqlik chiqyapti, issiqlik beryapmiz bunga, mana temperaturani oshiryapmiz. Muvozanat boshlang'ich modullar tomonga qarab siljiydi. Ya'ni harorat oshirilyapti, o'zi issiqlik bor bunda. Muvozanat demak boshlang'ich modul tomonga qarab siljiydi. Endi xuddi shu jarayonda harorat pasaytirilsa-chi desak, harorat pasaytiriladigan bo'lsa, bu yerda nima bo'ladi? Harorat pasaydi, muvozanat endi mahsulot tomonga, ya'ni harorat pasaygandan keyin mana bu nimalarimiz, boshlang'ich moddalarimiz, mana mahsulotlarimiz, masallarimiz pishishi sekinlashib ketadi. Biz bunga nima qilishimiz kerak? Harorat pasaysa, buni biz pishirish uchun haroratni oshirishimiz kerak-da. Ya'ni oshish tomonga qarab siljib qoladi. Bunda oshiryapmiz, kamayish tomonga qarab siljib. Ya'ni ko'paytirib bo'ladigan bo'lsak, mana bunda ya'ni ichki jarayonda buzilishlar sodir bo'ladi. Harorat oshib ketgandan keyin. Shuning uchun buni harorat kamaytiradigan tomonga qarab siljiydi. Yoki yanada bitta misol ko'radigan bo'lsak, hayotiy tarzda tushuntiraman buni ham. Buni bunday qilib tushunsak bo'ladi. Bizda mana yoz bor, yoz deylik, va qish bor, sovuq. Qish. Xo'p, endi o'quvchi masala ishlash kerak. Ya'ni masala ishlash kerak. Yozda masala ishlayapti. Ya'ni uyga vazifa mana masala ishlayapti. Bu masala ishlayapti-da, harorat misol uchun xona harorati +20 gradus. +20 gradusda. Xona harorati. Xo'p, endi biz xona haroratini, mana xona haroratini o'zi issiqlik bor-da, mana yozgi kunda o'zi issiqlik chiqyapti, mana temperatura oshgan. Masala ishlayapti-da, o'quvchi ikkita masala ishlash kerak. Uyga vazifa, mana misol uchun ikkita masala ishlash kerak. Endi biz bu haroratni yana xonaning eshiklarini yopdik. Ya'ni xonani isitvordik. Ya'ni bu +40 gradusga chiqib ketdi mana xona harorati. Bu masala ishlash qobiliyati misol uchun 20 gradusda ikkita ishlaydigan bo'lsa, endi bu o'quvchi 40 gradusga o'tganda ikkita ishlay olmaydi. Nimaga? O'zi issiqlik chiqib turibdi, yana issiqlikni ko'tarib yubordik.
Endi bu ishlasa 150 ta yoki 100 ta masala ishlaydi. Nimaga? Chunki issiqlik chiqib turgan jarayonga yana biz issiqlik qo'shyapmiz. Ya'ni haroratni oshiradigan bo'lsak, o'zi issiqlik yana chiqayotadi, yana ko'taryapti. Xuddi misol uchun istimalab issiq chiqib turgan insonda insonga issiq qaynoq suv ichirish degandayda. Ya'ni +20 gradus bo'lib turibdi, yana biz buni +40 gradusga o'tkazib qo'ydik. Bu degani buni kayfiyati tushib ketadi. Ya'ni ish unumdorligi chapga boradi. Ya'ni muvozanat chapga siljiydi degani. Endi aksincha bo'lsa-chi, ya'ni issiqlik chiqib turibdi, biz mana bu +20 gradusdan buni biz +5 gradusga tushirib qo'ydik. Ya'ni xonani sovutdik. Endi bu 200 ta masala ishlaydigan bo'lsa, endi bu mana bu joyda energiyasi yuqori, kayfiyati zo'r, u 300 ta vazifani bajarib tashlaveradi degan. Ya'ni issiq bo'lsa sovutishimiz, sovuq bo'lsa isitishimiz kerakda. Umuman olib qaraganda eng shu chalkashtiradigan mana shu. Ya'ni nimasida bo'ladi? Reaksiya paytida issiqlik chiqishi va yutilishidagi jarayon. Endi qish kuni mana shu yana o'quvchi masala ishlayapti, xona sovuq. Xona misol uchun +1 gradus atrofida turibdi. +1 gradus. Ya'ni issiqlik yutilyapti bunda. Sovuq. 200 ta masala ishlash kerak uyga vazifa sifatida. Biz bu +1 gradusni mana temperatura o'zi minusku, yana minuslashtirib tashladik. Yana xona sovib ketdi. Misol uchun -1 gradusga sovib ketdi. -1 yoki -2 graduslarga sovib ketdi. Ya'ni xona sovidi. Sovigandan keyin nima bo'ladi? Sovuq ta'sir qiladi. Ya'ni kayfiyat tushib ketadi. Ish tezroq uyga ketsa-da, mana masala ishlamasdan, natijada 150 ta yoki 130 ta masala ishlaydi xolos. Ish unumdorligi shu jarayonda mana unum ham nima bo'lib ketadi? Kamayib ketadi. Endi mana +1 gradusni biz +5 gradusga o'tkazib yuborsak-chi yoki +10 gradusga o'tkazib yuborsak, qish kuni sovuq, sovuqda masala ishlayapti, ko'p masala ishlay olmaydi. 10 gradusga o'tsa issiq. Ya'ni issiq xona, tashqari sovuq, issiq xonada turibdi. Ya'ni bu kerak bo'lsa 300 ta 400 ta masalan tashqariga chiqmasdan turib ham ishlaydi. Kayfiyat zo'r. Ya'ni ishi o'ngga boradi desak ham bo'ladi. Ya'ni muvozanat o'ngga siljiydi. Bu mana shu muvozanatni bir hayotiy holatda tushuntirdim degani. Xo'p, endi temperatura ta'sirini yanada ilmiy jihatdan tanishadigan bo'lsak, reaksiyada deylik mana. Reaksiya paytida ikki xil jarayon sodir bo'ladi. Misol uchun qanaqa jarayon desa, birinchisi bu reaksiyada +Q deyman. +Q issiqlik chiqishi bilan boradigan reaksiya. Ya'ni bu reaksiyalarimiz ekzotermik reaksiyalar. Ekzotermik. Xo'p, issiqlik chiqishi bilan boradigan reaksiyalar. Temperaturani mana chiqarish belgisini qo'yib qo'ydim. Ikkinchisi esa -Q bo'ladi. -Q, ya'ni bu issiqlik yutilishi bilan boradigan reaksiyalar, ya'ni temperatura bunda mana yutilgan issiqlik. Bu endotermik deyiladi. Endotermik. Xo'p, mana shu jarayonda ekzotermik reaksiya bo'ladigan bo'lsa, bizda bitta misol keltiraman mana. Misol uchun azotga qo'shaman kislorodni. Natijada mana azot 2 oksidi hosil bo'ladi. Bu men bu adashtirib qo'ydim hozir. Ya'ni bu issiqlik yutilishi bilan boradigan reaksiya bo'lib qoldi. Ya'ni mana ekzotermik reaksiya deb yozaman. Mana ekzotermik. Ya'ni bu ekzotermik degani +Q degani, to'g'rimi? +Q. SO2 ga qo'shamiz kislorodni. Bu SO3 bo'ladi. Bunda issiqlik chiqadi. Endi ikkinchisi -Q bilan boradigan reaksiyalar, ya'ni bu endotermik reaksiyalar. Endotermik reaksiyalar. Mana shu ikkalasi bu umumiy reaksiyada sodir bo'ladigan issiqlik chiqishi yoki yutilish jarayoni. Reaksiyada. Xo'p, endi bunga misol uchun mana azotga shu kislorod qo'shish reaksiyasi 1500 gradus sodir bo'ladi, issiqligi yutadi. Mana. Endi shu jarayonda mana +Q bo'lyapti mana bu jarayonda. Bunda esa -Q. Doim temperaturani +Q bo'lyapti, issiqlik chiqyapti. Temperaturani yana oshiryapman. Issiq ustiga yana issiq qo'shyapman. Mana bu taraf chap taraf, bu taraf qaysi taraf? O'ng taraf. To'g'rimi? Issiqligi ustiga issiqlik qo'shadigan bo'lsam, temperatura chiqayotibdi, yana haroratni ko'paytiryapman. Haroratni oshirgan bo'lsam, demak harorat kam tomonga siljiydi. Ya'ni chap tarafdan nisbatan harorat nima bo'ladi? Kam bo'ladimi? Demak bu qaysi tomonga qarab siljib boradi? Chapga boradi. Ya'ni issig'i kunida yana issig'i qo'shadigan bo'lsam, demak bu chapga boradi-da. Muvozanat. Endi haroratni kamaytirib yuboradigan bo'lsak, pasaytiradigan bo'lsak,
Demak, plus quv chiqyapti. Haroratni kamaytiradigan bo'lsak, bu o'ng tomonga qarab siljivoradi ekan. Ya'ni unum ham shu joyda mana xuddi shunga, ya'ni muvozanatga o'xshab unum ham oshadi. Buni o'sha 8-sinf darsligida sulfaksida ishlab chiqarish jarayonida aytgan. Haroratni o'sha adashmasam 600, 550, 600 gradusdan 400, 450 gradusga sovitilganda 99,2% gacha unum ko'tarilib ketadi deyilgan, ya'ni 73% lardan. Ya'ni raqamni eslab qolmagan bo'lishim mumkin, lekin mana shu holatda, ya'ni unumni shu jarayonni aytib ketgan, shu issiqlik payti chiqish payti ham. Ya'ni temperatura o'zi plus bo'lyapti. Ya'ni plus bo'lgan paytda siz yana bunga plus beradigan bo'lsangiz, bo'ldi, chapga qarab ketaveradi. Chapga qarab. Plus bo'lyapti, ya'ni issiqlik chiqyapti. Demak, siz buni ozgina minuslashtirsangiz, endi o'ngga qarab boradi. Ya'ni unum ham shu jarayonda oshadi. Endi ekzotermik bo'ladigan bo'lsa tushundik. Endi endotermik bo'lsa-chi? Minus quv, temperaturani oshirdim. Demak, minus holatga men ozgina issiqlik berdim, qo'shsam, demak, bu qaysi tomonga siljib boradi? Mana men chap tomonga emas, o'ng tomongami? Ya'ni mana bu azot bilan kislorod reaksiyaga kirishayotgan paytda harorat mana bu minus quvdan nima bo'ladi? Yuqori bo'ladi-da. Biz buni temperaturaga bersak, kam tomonga, ya'ni o'ng tomonga qarab siljib boradi, o'ngga qarab. Xo'p, endi haroratni kamaytiradigan bo'lsak-chi desak, haroratni kamaytiradigan bo'lsak, o'zi bu taraf minus bo'lyapti. Yana minuslashtirsak, demak, yana ya'ni minus bo'lgan tarafga minus qo'shadigan bo'lsak, minus ko'proq tomonga, ya'ni chapga qarab siljiydi-da, mana. Chapga qarab. Demak, mana shunda buni ma'nosi nima? Demak, minus bo'lyapti. Siz bunga biz ozgina plus beryapsiz. Demak, isityapsiz. Bu o'ngga qarab boradi. Agar minus bo'lgan jarayonda siz yana bunga minus beradigan bo'lsangiz, demak, bunda nima bo'lar ekan? Chapga qarab boradi kimyoviy muvozanat. Ya'ni chapga qarab siljiydi deyishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak, bu temperatura ta'siri edi. Keyingi ta'sir kimyoviy muvozanatga katalizator ta'siri. Kimyoviy muvozanatga katalizator, mana Km desam bo'laveradi, kimyoviy muvozanatga ta'sir etmaydi. Ta'sir etmaydi. Shunchaki reaksiyani nima qiladi? Tezlashtirib beradi. Muvozanat qaror topishini tezlashtirib beradi. Misol uchun mana azot bilan vodorod reaksiyaga kirishgan paytda siz bunga misol uchun palladiy yoki platina, nikel katalizatorlardan foydalansangiz, mana shu ammiakni reaksiyada hosil bo'lib, muvozanatga kelishini, ya'ni mana muvozanatga kelishini tezlashtirib beradi. Yoki SO2 ga kislorod qo'shmoqchisiz, bunga vannadiy 5 oksiddan foydalanadigan bo'lsangiz, misol uchun SO3 hosil bo'ladi. Mana bu SO3 ni hosil qilib, kimyoviy muvozanatni mana bunday holatda qaror topishini nima qiladi? Tezlashtirib beradi xolos. Kimyoviy muvozanatga lekin ta'sir etmaydi. Demak, mana shu 4 ta omilni bilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi mana shu kimyoviy muvozanatga ta'sir etuvchi omillardan savol ko'ramiz. Ya'ni bu savol qanaqa? Birinchisi, quyidagi muvozanatda turgan sistemada oltin gurt olti oksidini unumini oshirish uchun nima qilish kerak? Ya'ni SO3 ni unumini oshirish uchun degani SO3 ni ko'paytirish kerak degani. Ya'ni SO3 qaysi tomonda? O'ng tomonga. Ya'ni muvozanatni o'ng tomonga siljitish uchun nima qilish kerak demoqchi. Demak, kislorodning konsentratsiyasini oshirish. Demak, mana bu kislorodni oshiradigan bo'lsak, kislorod kam tomonga qarab siljiydi. Demak, o'ngga qarab siljiydi. Bir to'g'ri fikr ekan. Ikkinchisi, kislorodni kamaytirish. Endi o'z-o'zidan kamaytirsam, kislorod ko'p tomonga qarab siljiydi. Ikkinchi javobdan chiqaraveraman. B javob ketdi. 3. Bosimni oshirish. Demak, bizda 2 mol SO2 bor va 1 mol kislorod bor. Jami necha mol gaz bor? 3 mol gaz bor, to'g'rimi? Xo'p, bundan 2 mol SO3 hosil bo'lyapti. Ya'ni bunda mana 2 mol SO3 hosil bo'lyapti. Bosimni oshirsam, albatta moli kam tomonga siljiydi, ya'ni SO3 tomonga siljiydi. 3 ni olaman. Xo'p, bosimni kamaytirish. To'g'ri chiqaraveraman javobdan. Mana D javob ketdi. Xo'p, 1 3 5 1 3 6 qoldi. 5-inchisi, demak, oltin gurt toroksidini konsentratsiyasini kamaytirish. Demak, SO2 ni kamaytirishdan foyda yo'q. SO2 ni kamaytirsam, u kislorod bilan reaksiyaga kirishish kamayib, SO3 ham kam hosil bo'ladi deganda, o'z-o'zidan 5 chiqib ketadigan bo'lsa, bizda demak 1 3 6 degan javob qolar ekan. Shunda mana A javob to'g'ri bo'ladi deyishimiz mumkin. Bo'ldi, demak, navbatdagi savol. Demak, quyidagi reaksiyalarning qaysilarida bosimni oshishi deyapti mana. Bosimni oshishi temperaturani kamayishi, ya'ni temperaturani kamayish tomonga qarab nima qiladi? Bir xil o'zgaradi deyapti. Demak, birinchi temperatura bo'yicha tanishib chiqamiz. Temperaturani pasayishi. Plus quv issiqlik chiqyapti bizda mana. Biz buni temperaturasini pasaytirsak, qaysi tomonga qarab siljiydi? O'ngga qarab siljiydimi? O'ngga qarab siljiydi. Chunki plus bo'layotgan joyga biz plus bersak, chapga ketadi ishimiz.
To'g'rimi? Plus bo'lgan joyda ozgina minuslashtirsak 10 ga qarab ketadi. Ya'ni haroratni pasaytiryapman. Endi ikkinchisida minus qu. Minus bo'layotgan joyga yana minus bersak qayerga ketadi? Chapga qarab ketadi-da bunda. Chapga qarab. Keyingisida mana misol uchun minus bo'ladigan bo'lsa, yana temperaturani kamaytiradigan bo'lsam, demak chapga qarab ketadi. O'zi minusli javobdan chiqaverish kerak aslida. 2 bilan 3 javobdan nima qilish kerak? Umuman chiqaverish kerak butkul. Shunda bizda 2 bilan 3 ketadigan bo'lsa, uzr, bu joyda bosimni oshishini ham hisobga olishimiz kerak edi. 2 bilan 3 chiqarmay turaman. Minus qo'yib, plus qo'yib ko'rib chiqaman. Demak, 4-sida plus qo'yib bo'lyapti. Demak, 4-sida plus qo'yib bo'ladigan bo'lsa, issiqlik chiqyapti. Biz bunga haroratni nima qilamiz? Kamaytiryapmiz. Demak, 10 ga siljiydi. 10 ga. Xo'p. Bunda esa mana issiqlik chiqyapti, yana haroratni kamaytiradigan bo'lsak, nima qiladi? 10 ga qarab siljiydi. 10 ga. Endi nima qildik? Bosimlarga e'tibor qarab chiqamiz. Bitta narsani bilishimiz kerak. Bosim. Birinchi o'rinda bilishimiz kerak, qattiq moddalarga ta'sir etmaydi. Ya'ni qattiq moddalarga ta'sir etmaydi bosim. Shuni mana chizib qo'ydim. Ikkinchisi, agar mollar teng bo'lib qoladigan bo'lsa ham nima qilmaydi? Bosim ta'sir etmaydi. Bizda shunaqasi bor ekan. Mana misol uchun mana uchinchi reaksiyaga qaraydigan bo'lsak, uchinchi reaksiyada azot bilan kislorod reaksiyaga kirishyapti. 2 mol NO gazi hosil bo'lyapti. Shunda mana bular 2 mol, mana bu modda ham 2 mol. Demak, bunga bosim nima qilmaydi? Ta'sir etmaydi. Javobdan 3 chiqarib 3 chiqarsak B, D, C ketdi. Bosim oshishi o'zgartirmaydi. 1. Demak, SO2. Demak, mana bu joyda 3 mol gaz bor, bu tarafda esa 2 mol. Bosim oshirsam qaysi tomonga qarab siljiydi? Mol kam tomonga. Mol kam tomon qaysi tomon? O'ng tomon. Demak, birinchisi to'g'ri keldi. 2. Demak, mana bu qattiq modda bo'lgani uchun ketdi. Bosim bu tarafda mol 1 mol, mana 1 mol, bu tarafda 2 mol. To'g'rimi? Demak, 2 mol bo'lgan bo'lsa, bosim oshirsam, demak, moli kam tomonga siljiydimi? Chapga siljiydi. Demak, temperatura chapga siljiydi. 2 ni ham to'g'ri fikr. 3. Demak, 3 chiqavordik umuman 4. Demak, mana bizda mana bu tarafda 4 mol gaz bor. Bosimni nima qilamiz? Oshirsak 10 ga qarab siljiydi. Temperatura hisobiga ham 10 ga siljiyapti. Demak, 4 ham olamiz. Xo'p, 5. Demak, mana bu tarafda 3 mol gaz bor, bu tarafda 2 mol. Demak, temperaturani oshiradigan bo'lsak, moli kam tomon, ya'ni o'ng tomonga siljiydi. Temperatura hisobiga ham 10 ga siljiyapti. Demak, to'g'ri javob A javob ekan deyishimiz mumkin bo'ladi. Demak, e'tibor beradigan bo'lsak, bizda kimyoviy muvozanatga doir nazariy mavzu va bunga doir masalalarni ko'rib chiqdik. Demak, kimyoviy muvozanatga doir ma'lumotlar shu